Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Nuri qo'rqinchli tush ko'rdi. U jo'siga o'rilib, kitob o'qib o'tirib, karavotda uxlab qolgan edi. Mana, o'ziga miltiq tanlab kelayotgan 4 askar bilan elishdi. 4 tarafida 4 askar. Miltiqlarning 4 qora to'shki uningga to'g'irlangan. Bu qora to'shiklardan o't chiqadi. Ajal o'qi u. To'shiklar yiqilib keldi. Ishadi yo'l yo'q. Osmon yiroq, yer qattiq. Uning hayot yo'li etilgan. Yiroqdan Nuri degan ovoz anglandi. Bu Sabixaning ovozi. Sabixaning oxirgi ovozini angladi. Oxirgi qatim didorlashi vaqti bo'ladi. Sabixa. Nuri qattiq varqiradi. U uyg'onib ketdi. Uning vujudi titramoqda. Yuragi hozirlik ko'kirkidan sakrab chiqib ketadiganday qattiq urmoqda. Sabixaga nima bo'lgandi ha? G'ojamda hech ishonch yo'q. Tutib bergan bo'lsa-chu, cho'qim tutib berdi. Bizning odamlar boshqalarni tutib berib, o'zini saqlashga odatlangan. Soqqalaman desang, yiqillaringni sot demaganmidi hali Haydar degan munofiq. G'ojam uni tutib berdi. Bu tush emas. Ani subhi, saharning tush emas, reallik. U boshqani o'ylamadi. O'yliga, talaga, tar ko'chalardan cho'ng ko'cha qarab yugurdi. Ko'cha jimjit. U yeri bu yerda qo'tor itlar so'kildishib yurishyapti. U suv darvoza mahallasiga keldi. O'stangdan quyuq g'o'ri ko'tarilib, suv sharqirab oqmoqda. Baylarning dariza qapqillari yopilgan. Kichik ishiklik uylarda yashaydigan nomratlarning hech nima bilan ishi yo'q. Ishiklari qiya ochiq. Mana tunji odam kiyimlari jo'l-jo'l maylishib ketgan ko'mirchi ishikini puti bilan tepib xonga oldirmoqda. Ana dumbisiga kir xalta ortib olgan yana bir paydo bo'ldi. U suv beshiga Xanzu bozor tarafga qarab oldirab ketib bormoqda. U cho'qim oshxonalardagi tashlangan tomoqlardan yemaklik yiqilamandi. Mana bu hayvatlik ovoz bilan shahar ichidan azon anglandi. G'ojam cho'qim bomdodga chiqadi. Madrasaga eldan boray. Nuri yugurib madrasaga, G'o'ja shahridagi eng cho'ng xoniqaga yetib kelganda, mag'rixonadan Nazina xonim astan tushmoqda edi. Molla Bilal osh peshtaxtda o'tirib, G'azot dar Mulikchin dostonini yozgan ekan, deb pichirlashqim ulgurdi Nuri shu arliqda. U o'ng qo'liga agishib, O'rda mahallasi qarab mangdi. O'rda darvozasi him etik edi. U yan ishik talmirib, xash o'rindiqda o'ltirdi. U talmirish, tit bo'lish bilan qanchalik o'ltirganini bilmadi. Oxiri o'ylidan yenik yo'talgan ovoz anglandi. Biri yan ishikni ochdi. U qo'ri xizmatchisi edi. "Nimaga bu yerga o'ltirsan, bola?" dedi tevilg'i supurgi tusilgan pakar charsaqal odam Nuriga sinchilab qarab. "Sen mo eliq qizning ishi bilan kelgan o'xshamabsan. Shundoq cho'ndada. Katta!" dedi buvay qo'li bilan kumpetishni ko'rsatib. "Oqshomda katga. Nega? Rasigida Qiyunba G'ojam Nizarxon G'ojamlar elib ketdi. Katta qiz o'xshamamdi, ha? G'oljining kattalar arilishib ketdi, ajab." Nuri hech nimani tushunmadi. U yana bir nimalarni so'ray degicha buvay yer supurishga kirishib ketdi. Nuri ixtiyorsizlik qo'liga tamg'a yo'laklik go'rjakni oldi va yo'ldagi qarmuzlarni go'rjashga boshladi. "Yaxshi bolam, yaxshi ishla. Pulim yo'q. Attiganlik issiq girdi bilan choy beraman. G'ojam chiqmadi." Buvay ortiq bir narsa tushuntirib bera olmadi. Sabixaning mashina bilan ketganligi rost bo'ldi. Uni Urumchiga yo'lga soldimi yoki rostala Sovet ittifoqigami? Sovet ittifoqiga ketgan bo'lsa, Nuri uningga oq yo'l tilaydi. Baxt tilaydi, uni kutadi.
yoki chachlari oqirib, beli mukchib, oxirgi umidi o'zilgacha. Navada uni Urumchiga yo'lga salgan bo'lish uchun. O chaqda Nurimi aşı yırtqıç o'siga boradi. Sabihani qutqizish uchun oxirgi kuch tugigich kurash qiladi. U Sabihaning o'qiydi, xizmat qiladi degan nomlar bilan berib, yerginishlik odamlarning ko'ngil echish, huzurinish quroliga aylanib kelishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Hech bo'lmaganda bir bilan elishib jonga-jon, elishning yo'lini topadi. Ilohim Sabiha Sovet ittifoqiga ketgan bo'lsaydi, u mayli kelgusida qaytib kelsin, kelmasin, u hamon xo'rlanmaydi. Odamlarda kun kechirib Nurini aslab turadi. Nuri G'ojam bilan ko'rishishga petin olmadi. U Nizarxon G'ojamning uyiga berib, u kishiga ma'avarchilik tepib berishni xohlamadi. U o'z nazarida meni hukumat izlab yuradi deb o'ylaydi. U doim hukumatning yomon gapini qilib, hukumatni og'dirish qo'ydigilar bilan orilishib yurgachga, hukumat mening o'y-xiyolimni bilib bo'ldi deb qaraydi. Bo'libmi gimnaziyadan bir necha muallim o'quvchilarni tutib ketgandan keyin uning vahimasi kuchaydi. U doim tutib ketsa qanday qilaman deb o'z-o'zidan so'raydi. Lekin uning javobi aniq emas edi. Ammo u o'zini qattiq qiynash, ocharchilik va uzun muddatli azobga tayyorlamoqda edi. Qattiq yerda yotadi. Nachar tomoq yeydi. O'yin tomoshaga berilmaydi. U buvayning ching tutib olganiga unamay, Sabihaning xabarini elish uchun Xanzu bozori, harambag'lar bilan aylanib, Sovet konsulxonasining yanidagi Rahimjonlarning uyiga keldi. Rahimjon yo'q. Mo'may Rahimjon qo'rg'asga ketdi deb qo'ydi. Demak, Rahimjon Sovet ittifoqi tarafga ketgan. U besh tushgan qo'rsqi och holda orqa ko'chalar bilan menib shaharni aylandi. U qanchalik mang'inni o'zimi bilmaydi. Biri uni o'qigandalar beshini ko'tarib qaradi. U Nizarxon G'ojamning qo'g'dixuchisi Musa edi. Kalaskada G'ojamba, "Man kalaskaga chiq" dedi Musa uni oldirib. Assalomu alaykum. Nuri G'ojamga salom berdi. Va alaykum assalom, balam, kalaskaga chiq, dedi G'ojam harvkashning yenini sharat qilib. Men seni maktabingga olib qo'yay. Sening o'qiydigan vaqting bu balam. Heliqa Abdumar degan do'yuz sizlarga jiq ko'ngil og'riqi tepib beribdi. Qosim Mirab men hammani dedi balam. Amdi qo'rqma, shu usuling Urumchiga yo'tkilib ketdi. Bugun uztib qo'ydik. Tutilganlarni qo'yib etdik. Yo'siling degan bir yaxshi odam G'o'ljaga siling bo'lib keldi. U kishi bugun tushdan keyin gimnaziyaga berib so'zlaydi. Sabihachi G'ojam. Ha, eliqi Abdumarning o'gay qizimi? Ha, shu qiz. G'ojam qaqoqlab kuldi. U qiz bu chaqcha Olmutaga yetib bordi. Apsi singlisi bilan belli ketdi. Ular Abdumarning ustidan isyon ko'tardi. Qiyumba G'ojamlar ularni yo'lga sep qo'ydi. G'ojam yaxshi qipti, dedi Nuri 10 necha kundan beri tuncha qitim xushal bo'lib. G'ojamga rahmat. Yaxshi qildimi, yomon qildimi texi ma'lum emas. Chiusilangning tishiga tegib qo'ydik. Oxiri qandoq bo'larkin? Nuriga tag'da ko'ringan ish G'ojam uchun kichikgina ishkan. Uning nurg'un savollari bor edi, lekin so'rashga petin olmadi. U bir ishni bildi. Uyg'urlarning cho'nglari kichiklarining g'amini yeydi ekan. Bir qizni falokatdan qutuldirish uchun shuncha cho'nglarning o'tirg'i chiqqanligi Nurini hayajonlantirgan edi. Endi bizni tutmamdi G'ojam. Tutqudek ish qilmay yaxshi o'qinglar bolalarim. Sizlar qiladigan ishlar texijiq. U ishlar kelgusida bo'ladi. Anlasam sen balam darslarda yaxshi ekansan. Apriz oyim hadang doim maqtaydi seni. Osiya xonimni ketar chig'ida bizning oyimga seni alohida jiklabdi. Mening o'g'lim Habibullahni biladigansan? Bilman G'ojam dada. U o'qishni yaxshi ko'radi. U hozir Urumchida o'qiyotdi. Kalaska gimnaziyaning darvozasi oldida to'xtadi. Nuri kalaskadan tushdi. G'ojam uningga pul berdi. Hajla balam. Mana bu Junazirning imzosi bor yangi pul. Yuan. Pat-pat uyga berib turg'in ha? Kalaska soy bo'yidagi yo'l bilan yuribgan.
Nuri hayajonlanib qarab qoldi. Kalaska o'ng'a, Nuri ko'rtqa burilgandan keyin u 2 qavatlik yotoq binosiga qarab mangdi. Maktab qo'yini to'limi ko'ngillik. U yerda kunlar ma'nilik o'tadi. Nuri saboqdoshlaridan 2 hafta keyin qolgan. U yetishib olish uchun konspekt ko'chirishi, hisob, algebra amallarini ishlashi, nurg'un formulani yodlashi kerak. Kitoblar uningga aram. U har bir formulani yodlaganda ichidan xushal bo'ladi. Pakiz, chiroyli ko'chirilgan konspektlar bilan faxrlanadi. U azob, vahima, ko'ngilsizliklarni tezla unutadi. U oqshimi kashlik takrordan tushib, yotoqdan saboqdoshlari bilan yana avvalgidekla dunyo, jamiyat, boylik, namratlik, ilm, tabiat, hatto qizlar to'g'risida so'zlashatdi. O'quvchilik hayot, umid, xushallik va ishonch bilan to'lgan. Bu hayot butun umr musofasining hissiyot va umidga boy go'zal bobi. Lekin bu musofani besiyotganlar buni his qila olmaydi. Do'stlar bilan ilm ustida, yangiliklar ustida talashish qanday qiziqarli, ha? Bu talashlar ba'zida do'stlarni azorlashtirib qo'yadi. Lekin u yanada ko'ngillik. Nuri o'quvchilar ichida obro'li. Chunki u to'lim o'tkir va tirishchan. O'quvchilar bir narsani bilmasalar, uningdan so'raydi. Bir ish qilmoqchi bo'lsa-mu, uning bilan maslahatlashadi. Uydan xalti kelsa, uni mehmon qiladi. Sinf boshlig'i o'quvchilar vakili saylamoqchi bo'lsa, hamma o'quvchi uni ko'rsatadi. Uning sizgan rasmi, yozgan she'rlari doim maktab tomgizdiga chiqib turadi. Uning tantarbiyadan shuhrati bor. Maktab voleybol komandasining eng yaxshi hujumchisi Ashu Nuri. Hozir uning bo'yi o'sib 1.84 cm ga yetgan. Bo'ldun go'shlari tashdaq chim, naqsha esa ovozi yiqimliq. Duttar chalsa kishining dilini ezadi. U Sovet ittifoqi ma'arifining atrofliq taraqqiy qildirish talabi bo'yicha tarbiyalangan. Shunga uni o'quvchilarla emas, o'qituvchilarni yaxshi ko'radi. Mana bir hafta bo'ldi. Maktabning eng yaxshi o'qituvchisi Rasulov hech shadi yo'q. Uni ko'rgan odammi yo'q, uning xavrimi yo'q. Maktab rahbarlari uning uyiga odam avatib edi. Bargan odam uning uyini oqtirib, kitoblarini ko'ydirib etibdi degan xabarni elib keldi. Uning uyidan kashqurun chiqib ketganligi. Kashda uning uyiga askarlarning kirganligini birla Nuri biladi. Lekin u bu to'g'rida hech kimga tinmadi. Rasulovning yo'qolib ketishi Nuri uchun bir sir. U biz qutqizimiz degan emasmidi? Qutqizuvchilar ichida u nimishqa yo'q amsa. Uni tutib ketgan yoki o'ldirib etgan bo'lsa, shu chaqchi derki bo'lmasmidi? Tutilganlarning ko'p qo'yib berildi. O'lganlarning jasadi tepildi. Rasulov bularning ichida yo'q. Hammasilar Rasulov to'g'risida so'zlashmoqda. Birla Nuri jimjit. Sen Rasulov qammidan bak cho'qinatdi. Bir og'izmi gap qilmaysan-ku, ey Nuri dangal. Dedi uning yanida karvatda yotadigan xoni xayliq yo'g'on bosh o'quvchi xiyol surayotgan Nurini o'qib. Aytqina, u hayotmi o'ldimi? U cho'qim hayot. Nadidu amsa? O'zi biladi. Bu qanday javob ey dangal? To'g'ri javob shu. Balla kulishdi. Nuri kulmadi. Bu uning hukmi. Chunki u Rasulovning sirli harakatlaridan uning bir maxfiy ishi borligini sezib qolgan edi. U balki Lenin, Stalinlardek maxfiy tashkilot qurib yer osti harakati bilan shug'ullanayotgandi. Bo'lmasa nimishqa biz qutqizimiz deydi. Nurining asxiyali shu Rasulovda. Uningga hech kimning hech qanday gapi xush yoqmaydi. Mana hozirmi yenidagi o'quvchining qo'pol gapi, bolalarning kulkillari uning quloqiga kiramadi. Gap qilmaysan qo'y. Suvga tushib izlib ketdingmi ya dangal? Yo'q, bu tashqa izlib ketdi. Gap qilmanglar, u hozir she'r yozyapti. Yo'q, hisob chiqaryapam degan deyman. Nuri, seni jo'lisim qopilik jo'ylaydi deydi, rasmi? Dunyoda qancha xil o'simlik bor ey Nuri? Necha daryo bor shuni degina? Yo'q, u aqtamliqni biladi, dangal bo'lgandikin. Gap qilmaganga qaraganda u chuqum birisiga oshiq.
Javobsiz qolgan savollar bolalarni zeriktirdi. Bolalarning ovozi asta-asta pasaydi. Anglayotganinglar Biliq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. U Rasululloh bilan so'zlashyapti, dedi oxirgi biri. Shuning bilan chaqchaq savollar oxirlashdida yotoq jimib qoldi. Nuri Rasululloh Rasululloh bilan so'zlashmoqda edi. Bizda sotsializm bo'lamdi, apandim. Cho'qim bo'ladi. Kommunistik partiya bo'lmasa bo'laveramdi? Yo'q. Kommunistik partiya rahbarlik qilmasa, sotsializm o'zligidan qurilmaydi-da. Bizdan partiya bo'lamdi. Quriladi. Qachon? Partiya qanda? Siz nimishqa Sovet Bolsheviklar partiyasiga kirmagan? Qabul qilmadi. Nimishqa? Shartim to'shimiz kerak. Sharti chinmi amsa? Chin, nihoyat chin. Bolsheviklarning shaxsiy mulki bo'lamdi. Bo'ladi, lekin ular o'z hayotini xalqning ishiga otib atgan. Ular sabli namratlarmi? Asosan shundoq, ular shaxsiy foyda bilan hisoblashmaydi. Ularning oxirgi maqsadi butun dunyoda odamni odam ezadigan, bir qismida boy bo'lib ko'pchilik namratchilikda yashaydigan nohaqchilikni yo'qotib, kommunizmni amalga oshirish. Kommunizm qanday bo'ladi, muallim? Moddiy boylik cheksiz mo'l bo'ladi. Odamlar qobiliyatiga yarasha ishlaydi, ehtiyojiga qarab ta'minlanadi. Nimani qila olsa, shuni qiladi. Nima lozim bo'lsa, shuni ola oladi. Askar, davlat, millat deganlar bo'lmaydi. Hamma odam bab-barobar bo'ladi. Oila bola-chaqachi muallim. Muhabbat hammadan ustun bo'ladi. Kim kimni xohlas shuning bilan birga yashaydi. Xohlamaganda ayrilib ketaveradi. Ajab qiziqkina, maktabchi. Balki hozirgidek bo'lmas. Odamlar angla qoldi o'zligidan o'qiydigan bo'ladi. Fan texnika bak yuqori darajada taraqqiy qilgan bo'lg'achqa hamma narsalar ilm-fan bilan bo'ladi. Shunga o'qimoqmi oson bo'ladi. O'qish turmushning ehtiyoji bo'lib qoladi. Odamlar tamoq yemasa, uxlimiz bo'lmaganga o'xshash o'qimisim bo'lmaydi. Shunga o'zligidan o'qishga majbur bo'ladi. Nuri anglamagan Rasulovdan angladi. Uning hayot, jamiyat va dunyo to'g'risidagi tushunchalarida ajoyib yangiliklar paydo bo'ldi. Uning xayolidagi jamiyat bilan xayolidagi odamlar atrofdagilar bilan zotli o'xshamaydi. Uningcha birla Rasulov haqiqiy mukammal odam edi. Jamiyat turmush bo'lsa, uning xayolidagidan to'lim yiroq, to'lim farqli edi. Bu xil jamiyatni odamlarni o'zgartirish bir haqiqiy insonning insoniy burchi hisoblanadi. Shunga u o'zini reallikni o'zgartirishda mas'uliyati bor javobgar odam hisoblaydi. Shunga u hayot kurash demakdir degan so'zni doim takrorlaydi. Nuri xiyolida Rasululloh bilan uzoq so'zlashdi. Uning bilan qilishgan so'zlarni ichida takrorladi. Navada u biror kelishmaslikka yo'liqqan bo'lsa, men uning izini besib yo'lini davomlashtiraman. Bizning Uyg'urlarimizdan 100 nafar Rasululloh maydonga chiqsin, har birining 100 dan murti bo'lsa, bizning turmushimizda qanchalik zo'r o'zgarish bo'lar edi, ha? G'ojamlar adil bo'lgan taqdirdami emgakchini tushunmaydi. Sababi ularning qo'llarida bir talma qadoq yo'q. Halovat ularga Xudo bergan ne'mat. Ularning halovati baribir emgakchining qon taridan kelgan. Ular buni iqror qilmaydi. Iqror qilsa, o'zlarining azguch ekanligi iqror bo'lgan bo'ladi. Rasulovning G'ojamlar to'g'risiga bu so'zlarini aslagandan keyin Nuri Nizarxon G'ojamning 3 darvozadagi katta qo'ri joyi, 40 eg'izlik do'kon, uydagi bayashatchilik, Apris oyimning qo'l bo'yin quloqlaridagi oltinlarni birma-bir ko'z oldidan o'tkazdi. U bosh oxir yo'q xiyol, shirin orzu va kelgusi ishlarning planlari ustida bosh qotirib, qachon uxlab qolganini sezmadi. Bilqut xazinasi. Atdiganligi uni tartib mudiri silkib uyg'otdi. Yana yangi bahor, yangi qatalanchilik. Latqitingan o'stangni 200 begilik yerning dehqonlari chepish kerak. Ziyodun 2 kundan beri yo'g'on ketman bilan o'stang chepiyotdi. Anaqaga qarning namiga bu yil oranla 3 xo bug'doy cho'kirib oldi. Bir o'kizni muxtaribay berdi. Birini qamadin kuzlikka oshliq beraman deb oldi. 3 xo bug'doydan 8 xodan chiqsa 24 xo usul chiqadi. Mana hozir uning qo'lida 80 xo yeri bor. Bekardan bekarlar so'laqda yetib, tag'mi-tag' o'g'rilarning kaynidan qatirab yurib ko'rmaganini ko'rdi.
kenji o'g'lidan ayrildi. Nazir da'vo dastur qilaman deb mana hozirgacha qarzga bo'g'ildi. Yana 3 xo kenji bug'doy, 3 xo zig'ir, 2 xo so'lu, 2 put yerga qo'g'on tavuz terimsa bo'lmaydi. Uning qo'lida na uruq, na pul yo'q. Uzunga so'zilgan qish o'gizni quruqdab qo'ydi. Qama ho'ylidan mollarini haydab ko'klamga ko'chib edi. O'gizda shaxtdan boshqa hech nima qolmadi. Halab bermasa o'kizlar sapan so'rayolmaydi. Yerdan 20 xoni ijaraga bermasa, kuzlikka 21 xo danga nimani to'kadi. Qarz varqiga 2 qo'y ketdi. Shuning bilan Muxtar boy bergan oxirgi qo'ylarni tug'idi. Hozir 4-oy. 8-oyda bug'doy pishadi. Yangi oshqa yana 4 oy bor. Ozuqliq uchun Aralla 3 put bug'doy bilan 3 shin teriq qoldi. Ular Aralla 1 oy yetadi. Qolgan 3 oygacha. U ketmanni teqini qisib, o'ruqlab qolgan bo'z atga singayan o'ltirib, o'stan yiqilib ketgan chig'ir yo'l bilan ketib o'tib, o'zining oqshomchali qolgan xiyolini davomlashtirmoqda. Dara imomning uyida 3 oylik malay bo'lsam deydi. Uruqni qo'shni chiqarib 3 xo bug'doy haydab bergudak. Uning ustiga yana bir shimozay bergudak. Amdiza balamni qashqaliqqa malayliqqa beramdiman. Muxtar akam anglasa qamchilashdan yanmaydi. Bichara, ajab kuyimchanqu. Aysa shan yokamlamo dadamning uruq pushti turib ustimdan tuhmat qilib necha oy solatdi. Nizarxon xo'jam qasamga qistimgan bo'lsa, nimalarni ko'rsatdikin tang? U qazxonadagi ishlarni esladi. Qasam ichamsiz Shangyo'l deb so'radi Alama xonim. Qop-qora saqali, sarg'och sallisi, oq yuzlik chiroyiga yarashgan odam Aysa Shangyo'ning ko'ziga tikilib turib. İçimen taqsir, yer meni. Rasmo. Qasam ichiman Alama xonim. Shariatda shu musulmonning guvohligi bar turib qasam ichgan odam munofiq bo'ladi Shangyo'l. Mana buni arzga 34 odam. Yer Ziyovuddinning Shangyo'm egilib olgan, danni 3 yil to'kmagan. Bu javobgarlikni Shangyo'm Ziyovuddinga tuhmat qilib ortib qo'ygan deb imzo qo'yibdi. Aysa Shangyo munofiq degan so'zni anglab g'alildab titradi va Ziyovuddinning tizlari qo'lni qo'yib yig'ladi. Meni kechir qarindishim. Yer sening dadangning miros qoldirgan ot, qo'y qolunlarim bor, hammani beraman. Ziyovuddin birdilla dili iyirdi. U Shangyomni qo'ltiqidan yulab, qozixondan billi chiqdi. Xuddi hech bo'lmagandek. Sening mening degichilik nimasi bor deysan aka? Mana uqishmaslik tugedi. Yer meni, sizlar terigan danni to'kisizlar. Bundan keyin yer menga o'tdi. Endi yerning dan pallari mening gadirimda, dedi. U o'zining begunoh yegan tayoq, tortgan azoblari va uning sababidan butun shaharda yuz bergan ishlarning hammasini uqishmaslik deyishga chin ko'nglidan rozi bo'ldi. Mana u shuning uchun o'stan chapmoqda. 80 xo'yarning xo'jayini bo'lg'ashqa, u eg'ir ketman bilan toki ko'sim dongdan o'tkicha o'stan chepishi. Boshqalar bir ketman latqa tashlasa, u bo'ydan egiz qirg'oqlarga 10 ketman latqa etish kerak. U shunday qilmasa, qarzini ado qila olmaydi. Shuncha yerning xo'jasi bo'lsin, yeydig'ini uruqliq sapallarimi yo'q bo'lsin. Uni ozdab, balsi boshqalarga malay tursin dehi. Dadisining Rayhonning ruhi qo'rinmamdi. Bunda qilsa uning arbulg'iniga hamma odamlarni to'qimamdi. Yo'q, bilan chakarga berishga hargiz bo'lmaydi. Qaynonasi to'la yig'lab ahlidan ozdi. Mana 2 yoshga amdili kirib tatliq tili chiqqan qizimi endi uning yenida. Ziyovuddin talog'i chiqsa uyga kirsa xotin. Ximir yo'g'irib qo'tirmash soladi. Kava Yangyo'ga kala go'shini aralashtirib qo'rdoq etdi. Qo'shnilarining uyiga ustga qacha akirib qo'yish, bir selim, yarim selim choy tilash, qizini pat-pat yo'yib, pokiz kiyindirib, arkiltib xushal qilish, to'g'ularga dan chechish, suv akirish, kul elish, uy supurish, qacha yuyish,
Texi çönek otaş, vay voy, onun işinin jiqliqi. Bera bilan Dara hozir 15-13 yaş bo'lgani bilan uyning eg'ir ishlari shularning bo'ynida. Ular kundan beri eg'illarga tinib ketgan kala qo'y qig'larini chiqarib bo'lib, hozir hadab etizda eriq chapmoqda. Cheksiz ketgan bo'zliq uning yeri. Avu qo'yu qiyoq basgan yer bu yil 4-yil bo'z yapmoqda. Bu yerlarni Sovet ittifoqidan kelganlar ijara bergan deb talashmoqda. Muxtarbay uni tilladi. Rasiylikka berma, qashqaliq texim berma deydi u. Taranchilar ijaraga yer teramdikin. Bu yerning boylarimi, tili uzunlarimi chelakliklar bilan qashqaliqlar tursa. Taranchi deganning yerdan boshqa hech nimasi bo'lmasa, odamni ta'tir qiynab nima qiladigan bu Muxtarbay. Hadisli qashqaliq, rasiylik taranchi deydi ekan. Heliq turmida Ziyovuddinning beshini salgan saqalliq mollam qashqaliq. Heliq gap qilmaydigan qapqi yomon apandi rasiylikkan. Ularning yaxshini men bu yerda tugul shahardami ko'rmagan. Ular Shingdobanni o'lgidek tillaydi ekan. Shingdobenga qarshi jinni olqiniga elib qo'yibdi. Demisimi bizning piyimizni qirqivatgan, jinimizga tig' bo'lib qadalganlar ash Shingdoban. Chiyusilang deganlar bo'lmay nima? Mening balamning gunohi nima? Jinim balam, qonga bo'yalgan ko'nglaklaringni bekor saqlamayapman. Qonga qon, jonga jon olmasam, men dada bo'lmay ketay. Uning ko'zlaridan taramlab yoshlar to'kildi. Yoshlar qo'riq bosgan o'ruq mag'zini yo'yib o'tib, oqirishga boshlagan sarg'ush, shalom burdini, turmaga kirgandan beri ustira tegmagan engaklarini qoplagan seriqidan eqtoli soqollarini aralab o'tdi. Tomirlari ko'pishib turgan yo'g'on yirik qo'lning dumbisiga tushdi. U etini asta devitib qo'yib, ko'zini barg'ansir o'rlayotgan quyoshga yo'tkadi. Atrof yashirishga boshlagan. Qirlar ko'kargan. So'gatlar jala salgan. To'rg'aylar chivildishib, mumluq sayrishib osmon qa'riga ko'tarilmoqda. Yenik oq bulutlar ularni chillamoqda. Yolg'iz Ziyovuddinlar dunyoda g'amlik odam. Uning yelkasida hayot yuki. Bu yuk uning shodligini, oromini va umidini yutmoqda. Shunga u barg'ansir eg'irlashmoqda. Yelkasi qachongacha bardoshlik berar ekan? U qachongacha bu eg'ir yukni ko'tarar ekan? Heliqi Sovet ittifoqliq apandi tang yaqin deydi. Mullam bo'lsa bu Xudoyimning siniqi, oxiri xayrlik deydi. Ular nanalardan kelib turmida yotmoqda. Ularni g'ani o'g'irlar qutuldirib oladi. Ular hozir nadikin? Qiqas cho'qin uning xiyolini bo'libdi. U o'stan bo'yda qo'lni kayniga tutib, malxini ko'ziga kiyib, bo'kini gajgisidan yerim chiqarib olgan Abdumari Mingbegini ko'rdi. Uning atrofida katmanlar yalt-yult qilmoqda. Ikki qirg'oqqa latqilar uchib chiqmoqda. Odamlar varqirashmoqda. U yerdagi eg'ir amgak bazmiga aylangan. Tova. Dehqon degan g'alit xalq. Eg'ir ishdan xushallik topalaydi. Amgak taridan boylik yaratganni ozdab, badan azobi bilan ruhni ovundira oladi. Inson xushallik izlab xapliq topadi. Xapliq ba'zida xushallikqa bo'sug'i bo'la oladi. Ziyovuddin etini qo'yib etib, o'stanga tizg'ich suvga kirib, to'qay bo'lib oqadigan o'stangning bu jaynikiga tingan qalin latqaga yo'g'on katmanning bisini kuch bilan urdi va katmanni silkib, latqani qirg'oqqa kuch bilan otdi. U atgan latqa Mingbegining yeniga tushib, uningga chashirab chiqqan lay Mingbegining kiyimiga chaplashdi. Ko'zing yo'qmi? dedi Mingbegi qo'pol gurkirab. Ko'zim bor, lekin layning ko'zi yo'q-da. Gap talliq qilsan-ku. Daymana, ko'zi bo'lsa bu lay bizda qarg'ish tekkanlarga chashirmaydimi? Sen ziyak, sen Ziyovuddin katmanni silkib, ikkinchi latqani g'azbi bilan Mingbegiga qartib otdi. İşçiğini beşik qo'ngan chiminni qo'riydi. Beshimizni turib olgacha no'g'ay xotiningni quchqida o'tirsang bo'lmamdi. Sen itning bolasi og'zingga imoningni mingni.
Mingbegi malaylarını tillaydigan odat tili bilan Ziyovuddinni tillab qirg'oqdan neri ketdi. Mirab yayla yugurishib keldi. Voy voy, g'ani o'g'irning paytimisi, dedi Mingbegining yoyisi qo'llarini shiltib. Chiqma yoqqa, chiq. Yomon bo'lsang tushmamsan. G'ani o'g'ir anglab qoladi jumo yoyi. Ana ovuning kuzdiki, Qosh daryosining u qetida saman yuzdilar. Ana G'anikam, ey G'anikam. Dehqonlar taraf-tarafdan kulishib, yoyini mazoq qilishdi. Yoyi G'ani o'g'ri degan ismni anglab, rastili cho'chidi. Turmaga besib kirib askarlarni o'ldirib, Ziyovuddinlarni qutqizganmi? Abdumar Mingbegining uyidan Xadik arabasini so'rab akatganmi shu G'ani emasmi? U Mingbegidan Chusilingdanmi qo'rqinchliqda. Ziyovuddin Mingbegiga latqatdi degan gap birdamdala o'stan chepayotgan 200 dak dehqonga Mirab 100 begi 55 15larning quliqiga yetdi. Dehqonlar kulishdi. 55 100 begi Mirabla Mingbegining atrofiga o'lishib, undan hol so'rashdi va uni atay vasvasiga soldi. Ziyakni so'ltib etish lozim, yana so'tish kerak. Zadoning qapqi yomon hukumatga yonidu, Mingbegi yulay otqani hukumatga otqani. Atay qilgan ish bu. Gaplarining tegi boda. Oxiri ular Ziyovuddinni jazolash, ya'ni 50 darra urishni qaror qildi. 55 qirg'i keldi. Chiqa Ziyak, dedi qora soqol pakar odam. Nimaga? 50 darra yeysan, chiq. Ölmaysan tuga. Nima qilganimga? Not qatqining kichik ishmi? Atay qildimmi? Kim uni qirg'oq turib olsin debdi. Chashrab ketdi shu. Chiq deyman, bo'lmasa yayla bog'lab ochiqdi. Chiqsam chiqdi, uraqini. Ziyovuddin loyga milashgan yalang oyoq, yo'g'on putlari bilan eg'ir qadam tashlab, o'stan ichidan chiqdi. U teri pinjikining oldini echib atgan. Tizg'ichi turilgan mata ishtinning ishdan beg'ini tizg'ichi sangilitib olgan. Ichiga tortishgan qo'rsiqining to'van tarafi yung, kang, mazmut ko'ksi kerilgan ko'rinishda qirg'oqda tik turib, kirilishib rangi yo'qolgan do'ppisini qo'liga olib, beshini tatiladi. Urisi nim bo'pti? dedi u achchiq kulib qo'yib. Na diyatim oy? Avuchimliq diyat. dedi 55 yolg'izli qari yog'och ostidagi ko'kul maydonni ishorat qilib. Ziyovuddin xuddi chelishqa mangandek puchqig'ini turilgan, maydasi o'choq, yalang'och bo'lib olib, yurt cho'nglarining oldiga qarab mangdi. U jazoga, jafoga o'zini atab qo'ygandek parvosiz, nohaqchilikka ochiq kulgisi bilan javob qaytardi. Nim bo'ladi? dedi u odat so'zini takrorlab. O'labdimi? Urib olsana. U sunaylanib dim yotdi. 55 uning pinjigini qayradi. Kim urdi? Darri yo'q. Qamchi bilanmi? dedi u duduqlab. Mo'tavalli. dedi Mingbegi mahalla mo'tavallisi. Muxtarbay bilan doim o'zangi so'qishtirdigan hal o'qit xeyli yaxshi, galdirik odamning qo'li bilan ishorat qilib. Qo'pa. Yo'q, men urmayman, dedi u. Muxtarbaydan qo'rqamsan ha? U lomzalli. Mutvallikandan qoldim. Hey, Nodir Yuzbegi. Yo'q, men urmayman. Rasirik deb taranchilar yomon ko'rdi deb qolamsan? Jon baqqili qo'ying bizni oqsoqol. Osimshon yo'q, sen ur. Yo'q, taranchini urmaydi. Mingbegi o'zi ursin. deb varqiradi bir dehqon. O'zi ursin. Boshqalarni varqiradi. Yo'q. Mingbegi pichoq yegan buqidek hurkaradi. Yo'q. Men ursam urmaydi. G'ani o'g'ri, uning do'sti meni o'ldirib etdi. Hey, medishak. dedi Mingbegi g'azab bilan. Yo'yi bo'lmay. O'lkatlash. Kim urdi alla qamchini? Hech kim javob bermadi. Nadindir biri Mingbegini yotqizib bersin, men uratdim, dedi. Qaysin deyman. Qaysin maraz u ko'tildigan. Dehqonlar qaqoqlashib kulishdi. Bir qiziqchi o'tirg'a chiqdi. Men uray Ziyak baxshini.
ura! Dilqut xazinasi. Biroq qamchi bo'lmaydi-da. Darrov bo'lmasa amsa. Mao potam bilan uraydigan. U belidagi dasmoldek kiri sargoz potini qo'liga oldi. Dehqonlar texini kulishdi. Yo'qala, palko'z. Mashrablarda shu'g'u mingbigim. O'zim uraman. Mingbigi yo'g'on chamdab Ziyovuddinning yeniga kelib qamchisini egiz ko'tardi. Hocam keldi! deb varqiradi biri shu chaqda. Abdumar Mingbigi qo'lini tushirib cho'chib qaradi. Yuqoridan Rasululloh bo'z at mingan Nezarxon xo'jam bir necha odam bilan etini o'yintib kelmoqda edi. Mingbigining qo'llari titradi. U qamchisini yerga tashladi va xaloyiqqa "Do'tay janoblari, hol so'rab kelibdi!" deb illik varqiradi. Ziyovuddin bo'lsa midri qilmay dum yetiverdi. Beshiga gullik yeshil duxov buk, uchisiga oq raqtin kostyum burulki kiygan, qora burutliq, oq yuzlik, qanşarliq odam Nezarxon xo'jam qo'lidagi qamchisini havoda pulanlatib, ko'pchilikka ehtirom bildirdi-da. "Armanglar! Armanglar azimatlar, armanglar!" deb varqiradi. Ko'pchilik qirg'oqqa chiqishib, taraf-tarafdan salom qilishdi. Burundilla mush xalq bilan birga yashagan, heytlarda mahalla aylanib uy besib beyitlaydigan Xushchaqcha xo'jamning Eli viloyatining boshliq bo'lgandan keyin o'stan chepayotgan yurtdoshlaridan hol so'rab shahardan chiqib, ko'pchilikni ta'sirlantirgan edi. Eliqi palko'z chaqchaqchi xo'jamning bir qiziq ishiga beg'ishlab yozgan ikki misra she'rini varqirab o'qidi. "Bo'g'dan qo'rqsang qarg'ayga shaqqichiq, xotindan qo'rqsang orqaga boqqichiq." Ko'pchilik cho'qqan selishib kulishdi. Qiziqchi texichi dumyatgan Ziyovuddinga atab she'r o'qidi. "Ziyovuddin yetivermay qirg'oqchiq, xo'jam keldi, endi qo'rqma, mayoqchiq." Ko'pchilik texni kulishdi. Xo'jam atdan tushib, dehqonlarning yirik qo'llarini birma-bir chin siqib ko'rishdi. Oxirida Mingbiga boshliq yurt cho'nglari bilan ko'rishdi va chaqchaq qilib, "O'stangning tegi toshliq, chopsi ketman o'tmaydi. Zolim tungchisi bagla, beshimizdan ketmaydi" degan naqshi bor emasmi? Sizlar 45 turib olmay, pishqoqni turib o'stang tushib ketman chepanglar. Sudan biz yurt cho'nglari jiq foydalanamiz-ku, o'zimiz o'stang chapmaymiz. Qandoq dedim Abdumar Mingbigi? Durust xo'jam. Men shu shayda avatdim. Shundoq, xo'jam kelmagan bo'lsa, Mingbigining qamchisi ziyak baxshining sag'irsiga tushadi, xo'jam. Ularning gapi bilan ko'pchilik yana kulishdi. Xo'jam qaqaqlab kulib, Ziyovuddinning murisi qo'lni qo'yib, "Azg'an-tazg'an tayoq qamcha senil topadigan bo'lib qoldi. Ziyovuddin, Mingbigining oyiga loy atqaning bo'lmabdi" dedi-da, darhol Mingbiga burildi. "O'stan beshi qamcha kelma, paxlon akiram. Mingbigi, paxlon bo'lmasa, bug'doy suzi bo'lsin bo'ladi, qandoq dedim?" deb qaqaqlab kuldi. Xo'jam neri berib putida kishi butun soldi. Yalang oyoq bo'lib ishtanni turib, bir dehqonning katminini oldi. U oppoq pochaqlar bilan loyga kirib edi. Mingbigi, yuzbegi, marab 55larmi uni do'rab yalang oyoq bo'lishib o'stanga tushdi. "Hey shiri, o'rmon naqsi, payxon naqsi borgan-ku. Nimishqa o'stang naqsi yo'q, aytmam sen qani?" deb varqirdi xo'jam va katminni lat qilib chapdi. Qosh daryosidan boshlanadigan oq o'stang, ora o'stang, Bayto'qay o'stangi, Kusum o'stangi mana mushkullarda avatlashidi. Uning bag'ri naqsha, chaqchaq, qizg'in amgak bilan yilda bir qitim bayram ko'radi. Dehqon hamma xushalliqni amgakidan topadi. Uning halovatimi, g'ururimi, san'atimi amgak. Katman betiga lixlishib, loy elib yuqoriga etish uningga huzur. Har qitim atqanida u kun nurida yalt qilgan katman yuziga qarab huzurlanadi. U shu ish bilan tabiatni o'zgartiryapman deb o'ylaydi. Uning ruhining cho'nqur yerida xo'jayinlik tuyg'usi uyg'onadi. U o'zini xo'jayin his qilganda, uning o'zi dastlab turgan ona yerga bo'lgan muhabbati yanama urg'ib oshadi. U har bir katman latqini o'stang bag'ridan yo'l olib qirg'oqqa atqanda o'zini o'zgartguchi qutquzg'uchi hisoblaydi-da, o'z-o'zidan faxrlanadi. U shu chaqda har bir tiniqini naqsha, har bir nafsini muzika hisoblab cheksiz huzur, mislsiz go'zallik sezimiga ega bo'ladi.
Şuna hazır gap so'zsiz ishlayotgan ketmanchilar ichida g'amkin, tushkun odam yo'q. Hamma dilda shodlik, hamma chiroy tabassumliq, hamma qalb baxt ichida. Dehqonni inson qilib to'natgan bu ulug' ish G'ojamga ha deganda ig'ir tuyuldi. U ketmanni loyiga quloq qichib o'tirgandan keyin uning qalbida birdil g'urur va havas paydo bo'ldi-da, ig'ir emgakning rohatini his qildi. Pa, Do'tayning ustidan o'stangning ley rohatgan ha, dedi u yenidagi semiz yuzbiga qarab kulib. Qarang-a, tarlidim. İdarada xijil bo'lib tarligandan ketmanchi tarligan naqadar yaxshi ha. Dehqonlar qaqoqlashib kulishdi. Bu kulki ziyofatlardagi xushomat sho'lisi bilan xo'rlangan sun'iy kulkilardan naqadar ustun ha. İnson chin qalbidan kulalasa, hayotning meg'izini chaqqan bo'ladi. Bo'libmi o'z amgikidan huzurlanib kulalasa. Dehqon ketmani G'o'ja osmonida necha yuz ming qatam yot qilgandi. Qadimiy zamonlarda o'stan bo'lmagan bu yerlar yovvoyi hayvonlarning makoni edi. Dehqon ketmani bu yerga yangi hayot pasini akaldi. Cho'roq ekim buningdan nurg'un yillar ilgari oq o'stanni chepishga dehqonlarni to'pladi. Dehqon ketmani havoda necha yaltiradi. Buning soni yo'q. Ana shu yalt qilgan ketmanlar Qosh daryosining sho'x tog' suyini Ili vodisidagi bu isl zaminga boshladi. Bu ish to'sin atni ko'ndirgandek, yovvoyi bug'a maralni qo'lga o'yatgandek, osmondagi qiron burkutni belakka qo'ndirgandek ko'ngillik ish. Odamlar bu yerni bo'rilar, qavallar bilan talishib turib janglarni qildi. Inson g'olib keldi. Bu yerning oshquchilari, taranchilar Manju hukmronlarini beqish uchun bug'doy, arpa, terix terib, ketmanlarni havoda yana yaltiratdi. Lekin Manju askarlarining nafsini qondira olmadi. Dehqon amgiki hisobiga zindon, kishan, tayoq to'qmoq o'lim bilan uchrashdi. O'lim dehqonlarni so'yimli yerlarini tashlab qochishga zo'rladi. 1864-yilgacha Qazonchi va Jirg'ilan qo'llariga qochib borgan dehqonlar necha mingdan eshib ketdi. Necha ming yillar ilgarilar Ili daryosi bo'ylarida makon tutib, avlod qoldirgan taranchilar Turpan Qumul baglariga agishib 1759-yildan boshlab G'o'ja vodisiga kelib makonlashgan Qumul Turpan taranchilari va Chellon xonning askarlariga ochliq terib berish uchun Xotan, Yakan, Qashqar, Aqsu, Kuchalardan 7 qitim surgun qilinib, bu yerga chiqib makonlashgan taranchilar ana shunday zulm dastidan makonlarini tashlab tog'larga qochdi. Oxiri Sadir Palvon ularni boshlab, Abdurasulbek bosh bo'lib, qo'zg'alan isyon kalkuni kelib qo'shildi. Ular ketmanlarni qurol qilib, Bayonday sepiliq hujum qildi. Manjular dehqon ketmanlarining zarbasiga chiday olmay, dori chishib o'lib oldi. Oxiri 1867-yili Ili tuproqi Manju zulmidan qutuldi. Lekin bu yerga ko'z tikkanlar Manjularlar emaskan. 1879-yili Char podshoh o'ruslari Ili sultonligini besib oldi. O'rus podshohi general Kalpakoviskiyni bu yerning hukmroni qilib avatdi. Alaxon sulton bechora Olmutadagi sulton qo'rg'on degan yerga qamalib, To'qa ismli shiba ayolning muhabbatidan boshqa hamma nimasidan quruq qoldi. O'ruslar G'o'jani 10 yil so'rab 1881-yili chiqib ketganda, G'o'ja dehqonlari Manjularning intiqom olishdan qo'rqib, yana ona yurtini tashlab chet elga ketdi. Manju xoni apu umumiy e'lon qilib edi. Yurtida mehrini o'zalmagan dehqonlar yana chet eldan qaytib kelib, yerlariga ketman chapdi. Ular o'z foydasi bilan hisoblashmadi. Ularga yer, o'stan, ketman bo'lsa bo'ladi. Ular hech nimani orzu qilmadi. Ularning qo'ldan ketmanni tortib olmasalar, ular xushal bo'laveradi. Ketman ularning xushalligi, boyligi, g'ururi. Shuni ularning naqshisi yig'isidan to'la, kulkisi xapiliqidan to'la.
Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.